Hammaga salom, siz bilan Texno YouTuber. Bugungi videomizda iPhone telefonida qanaqa VPN ishlatish kerak. Ba'zi bir O'zbekiston hududida yashovchilar TikTok yoki shunga ba'zi bir o'xshash saytlarga kirmoqchi bo'lishadi va taqiqlangan bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston hududida taqiqlangan va uning uchun VPN ishlatishingizga to'g'ri keladi. Va qaysi VPN sizga qulay va qaysi biri tekin. App Store'da esa juda ham ko'plab VPNlar bor. Mana shuni video davomida ko'rib chiqamiz. Undan oldin esa kanalga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'yishni unutmang. O'zim to'g'risini aytsam, juda ham ko'p VPNlarni ishlatib ko'rdim. Kiwi VPN, 4.1, Free VPN, balo battar VPNlarni ishlatib ko'rdim. Lekin bittasiga umuman teng kelmaydi. Misol uchun qolganlarni ishlatib ko'rasiz, megabayt ko'payib yeb ketishi mumkin. Qolgani har reklama ko'rishingiz kerak bo'ladi yo boshqa qilishingiz kerak bo'ladi. Hozir sizlarga bitta VPNni aytaman, u juda ham zo'r ishlaydi, chunki o'zim ancha vaqtdan beri ishlatib kelaman. App Store kiramiz va NordVPN deb yozamiz. Va sizga mana bunaqangi ikonkadagi chiqarib beradi. Menda yuklangan, buni ochasiz. Va ochganingizdan keyin o'zingiz kutasiz, yuklab oladi loading qilib. Va запустить VPN ni bossangiz, bitta reklama ko'rasiz. Bunda bitta reklama ko'rasiz. Keyin umuman bu yerda mana продолжить смотреть reklama turibdi. Umuman sizda VPN o'chmaydi. Agar o'zingiz o'chirmasangiz VPN'ingizni VPN doim yoniq turaveradi. Qolgan VPNlar o'xshab, misol uchun internetingizni o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, bunda internetingizni o'chirsangiz ham VPN o'chib qolmaydi, doim yoniq turadi. Misol uchun qolgan VPNlar ishlatib ko'rdim, internetni o'chirsa VPN ham o'chib qolardi. Bu o'sha minuslardan biri edi. Ba'zilari yaxshi ishlamay qolardi. Bu tekin, faqat bitta reklama ko'rasiz, bo'ldi. Unaqa qayta-qayta ko'rishingiz shart emas. Qachon VPN'ingizni o'zingiz o'chirsangiz, keyin yana yoqishcha reklama ko'rishingizga to'g'ri kelib qoladi. Mana VPN'imiz qo'shildi. Hozir sizga gap isboti bilan deydi-ku. Men Wi-Fi da turibman, endi internetim qo'shilmagan, lekin Wi-Fi da o'chirib qo'yadigan bo'lsam ham, mana VPN yoniq turibdi mana bu. Va yana Wi-Fi da qo'shaman. Wi-Fi da qo'shdim, VPN mana yana yondi. Bu eng zo'r VPNlardan biri, chunki o'zim anchadan beri ishlatib kelaman. Qolgan VPNlar bo'lsa, juda ham qiyin ishlatish. Bu ancha interfeys qulay va oson. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.